Meni kechiring. Iya. Otangizni chuv tushirib, kompaniyani o'ziniki qilmoqchi. Bo'lishi mumkin emas. Bahrom sizni o'g'lingiz. Dushmaningiz emas-ku. Hammasi joyida bo'ladi. Aka bo'ldi qiling. Men sizni tanimayman. Sarvar! Ana endi kuyov emas, haqiqiy o'g'lim bo'psiz-da. Siz ham, o'g'lingiz ham bir tiyinga qimmat odam ekansiz. Jobir! Jobir aka. Nima bo'lyapti sizga? Jobir aka! Jobir aka! Dadasi! Qizim! Qizim! Adajon, odamga nima qildi, oyijon? Odamga nima qildi? Adajon! Menga qara. Menga qara. Bor. Bor, hozir tez yordamni chaqir. Jobir aka. Jobir aka. Jobir aka. Xo'sh. Bizni kichik malikamiz katta bo'lyaptilarmi? Tezroq chiqa qol. Biz seni sog'indik. Xo'p, dadajon, faqat meni shoshiltirmang. Xudoyimni nasib etgan vaqt soatida, deyapti qizingiz. Eshityapsizmi? Bizni baxtimiz, baxtiyamiz tug'iladi. To'g'rimi? Ketdikmi endi? Ketdik. Yura qol. Oyi, oyijon, sizga nima bo'ldi? Oyi, oyijon, sizga nima bo'ldi? Oyijon, turing, uxlaymiz. Oyi, Nima? kech bo'ldi, dam olishingiz kerak. Men uxlamayman. Uyqum kelmayapti. Menga qara o'g'lim. Mana bu otangniki. Iskandar akadan otangni xunini olasan. Eshityapsanmi gapimni? Albatta qasosni ol. Iskandar aka otangni o'ldirgan. Katta bo'lsam men uni o'ldiraman. Otamning qasosini olaman. Oyi, albatta olaman. Barakalla o'g'lim. Albatta olasan. Olmayam ko'rchi. Olmayam ko'r, men seni nima qilaman? Seni kechirmayman.
hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz shifoxonadan kelayotgandik. Charchab uxlab qoldi. Ismi nima qo'ydinglar? Baxtiya. Juda chiroyli ism qo'yibsizlar. Uydagilar, Bahromjon, salomatmi? Ha, rahmat. O'zingizchi, Adajon yaxshimilar? Bo'ladi. Bahromjon, bizni yagona o'g'limiz. Ota o'g'il yuz ko'rmas. Bir-biriga dushman bo'lib qolgani yomon bo'ldi. Meni deb shunday bo'lgandan juda ham afsusdaman. Hammasi uchun meni kechiring. Mayli. Omon bo'linglar. Rahmat. Oyijon. Qo'sha qaranglar. Shirin qizim, asal qizim. Bunisi qiz bo'ldi, keyingisi o'g'il bo'ladi, xudo xolasa. Bilmasam. Menga qolsa, keyingisi ham qiz bo'lsin. Nega endi? Ha deb qiz bo'laveradimi? Nima qilibdi? Qizlar mehribon bo'ladi. Ayniqsa dadasiga mehribon bo'lishadi. Dadasi xudo asrasin shamollab qolsa, bir qizi bir tomonidan, ikkinchi qizi bu yog'idan dadajon deb yugurib kelishadi.
Shuning uchun qiz bola yaxshi. Endi o'g'il bola bo'lsa yaxshi-da. Mayli. Qancha xohlasangiz shuncha o'g'il bo'ladi. Bilasanmi? Malikam. Bu albatta yaxshi. Lekin ota, men borman deb yonimda barvasta yigit yonimda tursa yomonmi? Yo'q, juda ham yaxshi. Mayli. Xudo bersa o'g'illik ham bo'lasiz. Bo'ladimi? Ana bu boshqa gap, qizim. Eshitdingmi? Zo'r gap bo'ldi. Oying menga, xudo xolasa, ikkita o'g'il, ikkita qiz olib kelib berar ekan-a? Ona qizimmi ona? Aynan ey qizimdan. Qaldirg'ochlar simga to'lib, qaldirg'ochlar simga to'lib, endi qayta tizilmaslar, endi qayta tizilmaslar. Hislarim ham quvonch bo'lib, imkonimiz boricha bemorni saqlab qolishga harakat qildik. Lekin endi kech. Labdan endi uzilmaslar, labdan endi uzilmaslar. Sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u, so'ndi sezgi, chor atrofga boqmoqdaman. Qancha xohlasangiz shuncha o'g'il bo'ladi. Sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u. Men juda ham baxtliman. Senchi? Men ham juda ham baxtliman. Faqat bitta aybing bor. Qanday aybim? Shoirlar aytganday, aybing onang seni chiroyli tuqqan. Meni kechiring. Yuragimga dardlarini sovuq yomg'ir savalaydi, sovuq yomg'ir savalaydi. Endi Xudo Allohning irodasi. Alloh sabr bersin. Rahmat. Bardam bo'ling. Siz eringiz norizorlik qilganlar. Qizi farzandini dunyoga keltirdi-yu, o'zi bu dunyodan ko'z yumdi. Unaqa dema onasi. Nimaga gapirmas ekanman? Axir yolg'onmi? Bo'ldi, bas qil. Biz bunday bo'lishni aslo tilamagan edik. Bahromjon, o'g'lim, ishon. Xafa bo'lmang, Xudo. Onasi farzand dog'ini alamiga chidolmay shunday deyapti. Bahromjon, yur uyga. Bolalaringni o'zim katta qilaman. Birga katta qilamiz. Bilmasam, oyi. Nima? Nevaralarimizni o'zimiz katta qilib olamiz.
qizim sizni uyingizga sig'madi-yu. Uni bolalari sig'armidi? Men ham bormayman. Bolalarim bilan shu yerda qolaman. Chaqaloq yig'lab qoldi. Qariqa, Bora qoling. xafa bo'lmang quda. Nima ham qilardik? Qizimizni umri qisqa ekan. Allohning irodasi. Lekin nabiralarimizni sizlarga bera olmaymiz. Ularni o'zimiz katta qilamiz. Bahromjon ketsalar ham, qolsalar ham ixtiyor o'zlarida. Onasini gapida jon bor. Qizimizni u uyga kiritmagan, o'z o'g'lini uydan quvgan Iskandar aka endi nevaralarini sig'dirarmidi? Bahrom aka qaynota va qaynonasi bilan Baxtiya va Shodiyani voyaga yetkaza boshladi. Ammo oldinda yana bir judolik bor edi. Voy. Ha, qizim? Iya. Nega Bu nima yig'layapsan? turish? Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Kim xafa qildi? Nima bo'ldi qizim? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Nima gap? Kim xafa qildi seni? Kim urishdi? Ha? Gapir. Kim birov urdimi? Hozir. Voy, ona qizim. Mana bu. Nima qildi Mana bu qizim? suvdan ichib Yig'lab oldim. qo'y. Kim urishdi Qani seni? gapirchi. Nima Yana bo'ldi? seni Lola xafa qildimi? Nima bo'ldi? Qo'shni bor-ku, Ha. Xo'sh. Ha. Safargul Ha. qo'shnimiz nevarasi bilan Ha. urushib qoldik. Ha. Ana Lola bilanmi? Shunga shunaqa yig'layapsanmi? Voy, o'zimni erkatoyim, yig'lama. Voy, shunga ham yig'laysanmi? Voy, Odamni bolam, yig'lama. Yarashib qo'rqitib ketasan. yubording-ku. Ye. Nuqul Lolaga kun bermaysan. Onasiz bebosh, yetimcha dedi. Sen Voy, shoshmay tursin. Hali o'zi bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman. Shoshmay tursin-chi. sen Yig'lama. Yana Safargulaga sen tug'ilmasang, onang o'lmas edi. Shumqadam dedi. Shumqadam degani nima? Haligi shum qadam degani bu qadami qutuliq degani. Ha. Xo'pmi? Sen bunaqa gaplarga e'tibor berma. ahamiyat berma. Ha. O'zim gaplashib qo'yaman hali. Yig'lama. Ha, bo'ldi. Yur. Yig'lama. O'tiramiz. Ber bunga. Suv ichib olgin. Qara. U Qara. bilan albatta gaplashib qo'yishimiz kerak dadasi. Shoshmay tursin, hali Lola bilan ham o'zi bilan ham gaplashib qo'yaman. Ol, mana bu choydan ichib ol. Ich. Men yetimchamanmi? Sen hech ham yetimcha emassan. Bobang bor, men borman. Xo'pmi? Yig'lama. Yig'lama. Ona qizim, yig'lama. O'zimiz singiljonim. Men boshqa ko'chaga chiqmayman. Ona qizim, yig'lama. Endi
Qizim Malika dunyodan o'tganiga mana necha yillar bo'ldi. Rahmat, sadoqatli ekansiz. Qizlarim katta bo'lsin deb shuncha yillardan beri mana uylanmadingiz. Endi bo'ldi. Yetar. Uyingizga, ota-onangiz oldiga qayting. Uylaning. Ota-onangizni bag'rini to'ldiring. Ularning oldidagi farzandlik burchingizni ado eting. Nega meni haydayapsizmi, dada? Sizlarga og'irligim tushayotgan bo'lsa, nachora? Yo'q, unaqa demang o'g'lim. Nega endi og'irligingiz tushadi? Aksincha, axir siz ishlab pul topib, bolalaringizni, bizni boqyapsiz-ku. Avvalo sizga rahmat. Ammo nima bo'lganda ham yolg'iz farzandsiz. Endi ochig'i erkakcha gapni aytadigan bo'lsam, hozirgi zamonda biron bir erkak ayoli olamdan o'tgan bo'lsa, shuncha yil yolg'iz yashab kelmaydi-da. Allaqachon bir ayolni topib ketgan bo'lardi. Ikki qizimni, sizlarni ko'zim qiymaydi, dada. O'z otam uydan haydaganlarda sizlar meni ko'chada qoldirmadingiz. Meni uyingizga kiritdingiz, qabul qildingiz. Qizingiz Malika bilan oz bo'lsa ham baxtli yashadik. Sevgimiz g'unchalari ikki dilbandimni sizlarga tashab ketib, o'zim baxtli bo'larmidim? Shuning uchun bolalarim ulg'aysin, keyin bir gap bo'lar deyman-da. Mayli. O'z farzandlarini tirik yetim qilib ketayotganlar kammi? Qani endi o'shalar sizdan o'rganishsa, Bahromjon? Xudoyim o'zingga behisob shukr. Mayli. Hammamizga insof bersin. Inshaalloh. Endi gap bunday. Qizlar ancha katta bo'lib qolishdi. Ular biz bilan qolishsin-da, siz uyingizga boring. Men necha yillardan beri sizga mana shu gaplarni aytmoqchi bo'layapman-u, ayta olmayotgandim. Ochig'i, mag'rur bo'lsa ham, xudbin bo'lsa ham Iskandar aka sizni otangiz. Ular sizni kechirim so'rab borishingizni necha yillardan beri kutishyapti, Bahromjon. Boring. Aybingiz bo'lmasa ham borib kechirim so'rang, Bahromjon. Bilmaysiz. Otamni xudbin fe'llarini bilmaysiz-da. Bu izzat nafsimga tegadi. Unaqa demang. Nima bo'lganda ham ular sizni ota-onangiz. Hadis va shariflarda otangiz to'ng'iz qavmida bo'lsa ham uni hurmatini joyiga qo'ying deyilgan. Bilib qo'ying. Ota rozi, Xudo rozi. Gaplarimni yaxshilab siz o'ylab ko'ring. Dada, sizga nima bo'ldi? Siz tezda qon tahlillerini topshirishingiz kerak. Ranging muncha yoqarib ketdi. Mazang yo'qmi? Kerak bo'lar ekanmiz-ku, ha? O'z otam bo'la turib meni hech ham tushunmadingiz-a. Sizlar yaxshi ko'rgan eng shirin tortni olib kelaman, hop qizim. Xo'p, bo'ladi. Sen dadangni yaxshi ko'rasanmi? Ha, juda ham yaxshi ko'raman. Pusht kamarimdan bo'lgan o'g'lim bugun yelkamdan pichoq